Ogoh bo'linglar onajonlar, hozirgi bolalar orasida uchrayotgan virus judayam og'ir asoratlar bilan tugashi mumkin. Bu kasallik qanday klinik belgilar bilan kuzatilyapti? Kasallik birinchi bo'lib tomog'idagi og'riq bilan boshlanyapti va bu tez zo'rayib ketyapti. Bundan tashqari boshda kuchli og'riq, tana haroratini ko'tarilishi, umumiy holsizlik, ishtahasizlik, bola umuman hech narsa yemay qo'yyapti. Chunki ular nimadir og'ziga solsa, achchiq ta'm berganligi sababli bolalar ovqatlanishdan bosh tortishyapti. Qorinda og'riq, ko'ngil aynishi, qusish, hattoki ba'zi bolalar orqa teshigi, ya'ni orqa chiqaruv kanali, anus deb aytamiz, o'sha yerda ham og'riqni his qilishyapti. Sizlar bunga qaramasdan svechalar qo'yyapsizlar tana haroratini tushirish uchun. Bundan tashqari bolalarda ba'zi o'g'il bolalar peshob chiqazayotganda og'riqqa shikoyat qilishyapti. Bo'g'imlarda kuchli og'riq, xuddi Covidni eslatyapti. Kasallik shunaqa tez avj olyaptiki, onalar qaysi bir klinik belgi bilan kurashishni bilishmayapti. Tana haroratini tushirishi uchun ketma-ket dorilar beryapsizlar. Bu kasallikda tana haroratini tushirayotganingizda e'tiborli bo'linglar. Dorilarni orasi 6-8 soat bo'lsin. Sizlar tana haroratidan qo'rqmanglar. Tana harorati bu immun sistemani kurashayotganini bildiradi. Faqatgina qaysi holatlarda sizlar qo'rqishinglar mumkin? Qachonki farzandingizda talvasaga moyillik bo'lsa, ya'ni febrilniy судорога deymiz. Tana harorati ko'tarilganda kuzatiladigan talvasalar. Bu holatda chora ko'rish kerak. Shuning uchun shifokor nazoratida shifoxonalarda davolanishinglarni tavsiya qilaman. Tushunaman, hozir shaharda shifoxonalarda joy qolmaganda uyda davolayapsizlar yoki-da частный klinikalarga har xil shifokorlarni almashtirgan holatda davolanyapsizlar. Bu noto'g'ri, chunki bu kasallikning o'zida tinimsiz 3-4 kun tana harorati kuzatilyapti. Yana qaysi holatda tana harorati ko'tarilishidan qo'rqishinglar kerak? Qachonki sizlar tana haroratiga qarshi kurashdinglar, 2 kun, 3 kunda tana harorati normal holatga keldi, lekin lecheniya fonida bu holat yana ham kuchayib ketdi. Ya'ni bolaning umumiy holati og'irlashdi. Mana bu holatda ikkilamchi infeksiyadan qo'rqishinglar kerak bo'ladi.